Xotinning jimadan bahramand bo'lish haqqi. Savol. Assalomu alaykum. Erim dinda to'liq o'qigan odam. To'y qilg'ali 4 yil bo'ldi. 2 balamiz bor. 1 yil bo'lay dedi, erim ayrim uyda yetib oladigan bo'lib qoldi. Xolisi kirib billi bo'ladi, bo'lmasa yanimga kelgili unmaydi. Men endi 22 yoshda. Men bu ahvoldan bearam bo'lyapman. Keyincha cho'ng gunohlarni qilib solishdanmi ansirayman. Javob bersangiz. Ayollarning erlar ustida haqqi bormi yo'q? Bundaq ahvolda qanday qilishim kerak? Taloq talab qilsam joizmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oila degan er-xotin ikki taraf tang maslashib paloq urganda oldiga mangadigan kiyimiga o'xshaydi. Shunga ikki taraf bir-birining ahvolini, mijozini ko'zda tutib, ehtiyojini muvofiq qondirib, o'z majburiyatini ado qilishi lozim. Chunki o'zining iffatini saqlashdan sirt juftini iffatli qilishmi islomda to'y qilishning g'oya nishonlarining biridir. Shar'iy tarafdan ilib aytganda, kuchli qarashda er kishi o'zining tirikchilik ishlariga ta'sir qilmaydigan, juftining ehtiyojini qondirib turadigan shaklda muvofiq miqdorda ayolining ehtiyojini qondirishi, muvofiq holda yaqinlashib turishi kerak. Bu erning majburiyati. Haq Taolo aytadi: "Ustidagi majburiyatlarning barobarida ayollarning muvofiq haqlari bordir." Baqara surasi 228-oyat. Agar jima erning haqqi bo'lsa, bu o'xshashla ayolning haq-huquqidir. Haq Taolo aytadi: Ular bilan birga chiroyli yashanglar. Nisa surasi 19-oyat. İmam İbnul Qayyim rahmetullahi alayhi aytadi: Xuddi xotiniga yemek içmek, kiyim-kechak xarajatini qilib berib, chiroyli birga yashashi vojib bo'lganidek, eri ayolini muvofiq miqdorda munosabat o'tkazib, qondirib turishi erning ustiga vojibdir. Balki taxa bu chiroyli birga yashashning asosi va g'oyasidir. Alloh taolo erni ayoli bilan chiroyli birga yashashga buyurgan. Demak, jima qilishmi mushu chiroyli birga yashash doirasiga kirmay qolmaydi. Agar qurbi yasa, xuddi oziq-tulikda qandirish majburiyati bo'lganidek, eri ayolini qandirish kerak. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salman bilan Abu Dardani qarindosh qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardani yo'qlab kelib, Abu Dardaning ayoli Ummu Dardaning o'zini tashlab o'tganligini ko'rib, "Nima bu turqingiz?" desa, Ummu Darda qarindoshingiz Abu Dardaning dunyoga hojati yo'q dedi. Andan Abu Darda kelib Salmanga taom rasladi. Salman Abu Dardaga "Senmi yegin?" dedi. Abu Darda "Men ro'za tutib olgan, sen yegin" dedi. Salman "Sen yemigicha menmi yemayman" deganida Abu Darda yedi. Kechining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lgan edi. Salman uxla dedi. Abu Darda uxladi. Sal turib Abu Darda yana turmoqchi bo'ldi. Salman uxla dedi. Kechining oxiri bo'lganda Salman "Endi tur" dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman uningga "Rabbangning senda haqqi bor, nafsingning senda haqqi bor, ahlingning senda haqqi bor. Shunga har bir haq egisiga o'z haqqini berishing kerak" dedi. Abu Darda Rasulullohning yoniga kelib bu ahvolni so'zlab berganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salman rost aytibdi dedi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qilib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abdullah, men seni kunduzi ro'za tutib, kechasi ibodat qiladi deb anglayman-g'o" dedi. Shundoq ya Rasululloh desam, Rasululloh "Undoq qilma. Ba'zida ro'za tutib, ba'zida tutma. Kechining ba'zisida namoz o'qi, ba'zisida uxla. Chunki haqiqatan jismoning senda haqqi bor. Ko'zingning senda haqqi bor, mehmoningning senda haqqi bor, ayolingning senda haqqi bor. Sen balki uzun umr ko'rib qolarsan. Har oyda 3 kun ro'za tutish sana kifoya qiladi. Chunki har bir yaxshiliging uchun sana 10 hassa savob beriladi. Demak, bu har kun ro'za tutganiga tang bo'ladi" dedi. Men o'zimga og'irroq vazifa almoqchi bo'lib edim, menga og'irlashtirib berildi. Men "Ya Rasululloh, men buningdami ko'proq tutishga qodirman" desam, "Amsa haftada 3 kun ro'za tut" dedi. Men yana og'irlashtirishni talab qilib edim, menga og'irlashtirib berildi. Men "Ya Rasululloh, buningdami ko'proq tutishga qodirman" desam, "Amsa Allohning payg'ambari Davud alayhisalomning ro'zasini tut" dedi. Allohning payg'ambari Davud alayhisalomning ro'zasi qandoq desam, zamonning yarmini bir kun to'xtab, bir kun tutatdi dedi. Undaqda qanchalik arliqda bir qatam yaqinchilik qilish kerak? Buni muncha kunda bir qatam deb belgilagil bo'lmaydi. Buni ikki taraf xohlagan bo'yicha muvofiq belgilasa bo'ladi. Chunki bu ikki tarafning mijozi, hissiyoti, ko'ngli, qizg'inligi va sog'lomligiga shundaqla ba'zi o'rib-odatlarga bog'liq ish. Har holda o'tirhal bo'lishi eng muvofiqdir. Ba'zi olimlar umrida bir qatam, ya'ni ba'zi olimlar har 4 kunda bir qatam, ya'ni ba'zi olimlar har poklanganda bir qatam yaqinchilik qilish kerak deb qaragan.
Bu haqda talash tartish bo'lgan ahvolda qozi bekitib beradi. Lekin ayol talab qilgan ahvolda aqalli taqdirda har 4 kunda bir qatim haqqini ado qilish kerak degan qarash eng muvofiq bo'lsa kerak. Shabiy rivoyat qiladi-ki, bir ayol Xalifa Umar roziyallohu anhuning huzuriga kelib, "Ey mu'minlarning amiri, erim bak yaxshi odam, kunduz ro'za tutadi, butun kecha namoz o'qiydi" dedi. Umar, "Eringizni yaxshi madhiyaladingiz" dedi. Ka'b ibn Suvara darhol bu ayol yapti gap bilan shikoyat qildi dedi. Umar aytqaniga chora top dedi. U, "Ey mu'minlarning amiri, Alloh taolo 4 xotin olishga ruxsat qilgandan keyin bu odamni 4 xotini bor erning o'rnida qarab 3 kecha kunduz uning bo'lsin, 1 kecha kunduz bu ayolning bo'lsin" dedi. Agar er o'z majburiyatini ado qilmay ayol ziyonga uchrasa, oldi bilan ishonchlik biror mo'ysifat kishini oraga qo'yib nasihat qildirish lozim. Bo'lmaganda qoziga arz qilish, o'mi natija bermasa, farzandlarning manfaatini ko'zda tutib, rozi bo'lib yashasa, bumi ixtiyori. Rozi bo'lmasa, talaqini talab qilsa bo'ladi. O'mi bo'lmasa, olgan to'yliqni qaytarib berib, xul'i qilib eridan ajrasa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 118 nomerlik fatvo.